14-15 asrlarda va hatto keyingi davrlarda ham kelib chiqishi Chingizxon avlodidan bo'lsa-da, davlatni nominal hukmdor sifatida boshqargan xonzodalarga nisbatan huquqsiz xonlar yoki qo'g'irchoq xonlar iborasi qo'llanilgan. Mazkur maqolada Movarounnahr va unga tutash mintaqalarda hukmronlik qilgan sulolalar, Chig'atoy xonlari, Temuriylar, Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolasi davridagi huquqsiz xonlar tarixi tahlil qilinadi. Bunda huquqsiz xonlarning asosiy guruhlari, ularning hokimiyatga kelish yo'llari, tarixiy oqibatlari ko'rib chiqiladi. Bu masala doirasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, huquqsiz xonlar fenomeni Mo'g'ul siyosiy madaniyatining asta-sekin o'zgarishi va post-Mo'g'ul davlatlarining shakllanishidagi muhim bosqich bo'lgan. Chingizxon davlati tashkil topgach, 1206-yilda tasdiqlangan Yasa qonunlarida butun imperiyada yoki keyinchalik uluslarga bo'lib yuborilgan davlatlarda faqatgina Chingizxonga borib taqaluvchi oltin urug' vakillarigina xon unvoniga sazovor bo'lishi mumkinligi alohida ta'kidlangan. 14-asr o'rtalaridan boshlab Yasada qat'iy belgilangan mazkur qoida buzila boshladi va hokimiyatga mintaqa siyosiy hayotida faol o'rin tutgan amirlar chiqa boshladi. Bunga quyidagi sabablar keltirishimiz mumkin. Birinchisi, Chingiziy shahzodalar o'rtasidagi doimiy ichki kurashlar va ularning yoshligi. Ikkinchisi, turli shahzodalarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan qabila yetakchilarining harbiy iqtisodiy ustunligi. Uchinchisi, mintaqadagi asosiy savdo yo'llari va shaharlarning amirlar qo'liga o'tishi. To'rtinchisi, islom dinining keng tarqalishi va mahalliy turkiy elitaning kuchayishi hamda boshqalar kiradi. Chig'atoy ulusi xoni Kebekdan so'ng ulus taxtiga ikki ukasi Elchi Giday va Durar Temurning qisqa hukmronligidan so'ng boshqa bir ukasi Tarmashirin ko'tariladi. Ammo Tarmashirinning hukmronligi ham uzoqqa bormaydi. Deyarli 10 yilga yaqin hukmronlikdan so'ng Tarmashirin islom dinini qabul qilib, o'troq hayot tarzida yashagani, boshqaruvning so'nggi 4 yilida ulusning har yilgi qurultoyida ishtirok etmagani kabi sabablar tufayli ulus hokimiyatidan chetlatiladi. Qisqa fursatda ulusga unga yaqin xonlar kelib, birin-ketin almashaveradi. Shu jumladan qachonlardir ulusni o'z ta'siriga olib, bir muddat Chig'atoy xonlari ustida nazorat o'rnatgan O'qtoy xonadoni vakillari ham ulus boshqaruvini qayta qo'lga olish maqsadida bu kurashga qo'shiladilar. Buzon, Chengshi, Yesun Timur, Ali Sulton, ya'ni O'qtoy naslidan, Muhammad, Halolulloh kabi xonlar boshqaruvdan keyin ulus boshqaruviga Yasavvur o'g'lonning o'g'illaridan biri Qozon Temur keladi. U akasi Halol Alloh bilan bir vaqtda bir muddat avval ikki qismga bo'linib ketgan davlatni boshqarib kelayotgan edi. 14-asrning 40-yillarida Ili mintaqasida toju taxt kurashlari avj olib ketadi. Natijada Qozon Temur davlat markazini Movarounnahr ichkarisiga ko'chirib, davlatni qayta markazlashtirish masalasida shu yerdan turib ko'chmanchilarga qarshi kurashgan. Shu bilan birga Qozon Temur markazlashgan davlat qurish g'oyasiga qarshi chiqqan turk-mo'g'ul amirlariga qarshi kurash ham boshlaydi. Muiniddin Natanziyning Muntahab ut-Tavorix asarida keltirilishicha, Qozon Temur hokimiyatni kuchsizlanishga olib kelayotgan yirik amirlarni qatl eta boshlaydi. Manbada keltirilishicha, bir kunda yuzlab qatllar amalga oshiriladi. Buning oqibatida yirik amirlar ochiqchasiga Chig'atoy xoniga qarshi birlashib, Amir Qazog'on atrofida birlashadilar va ikki o'rtadagi bir nechta janglardan so'ng Amir Qazog'on g'alaba qozonadi. Hokimiyatga Amir Qazog'onning kelishi Chig'atoy xonadoni vakillarining ulusning harbiy qismdagi mustaqil hukmronligiga amalda yakun yasaydi. Amir Qazog'on hokimiyatni qo'lga olgan bo'lsa-da, o'zini xon deb e'lon qila olmaydi. Ayni vaqtda Sharqiy ulusda Tug'luq Temur hukmronlikni qo'lga olgan edi. Amir Qazog'on yon atrofdagi boshqa Chingiziylarning e'tiborini tortmaslik maqsadida ulus taxtiga huquqsiz xonlarni ko'tara boshlaydi. U bu masalada Chig'atoy xonadoni vakillariga ishonmagani uchun O'qtoy xonadoni vakili Donishmandchahonni taxtga chiqaradi. Amir Qazog'on bu bilan ulusning
Movarounnahdagi hokimiyatidan Chig'atoylarni butunlay surib chiqarishni ham maqsad qilgan edi. Ulusning dastlabki huquqsiz xoni Donishmandchahonning shajarasi manbalarda turlicha berilgan. Fasih Havofiyning Mujmali Fasihiy asarida yozilishicha, Donishmandcha Oqtoy xonning naslidan ekani ta'kidlansa-da, manbada xonning aniq shajarasi keltirilmaydi. Yana bir Temuriylar davri manbasi, muallifi noma'lum asar Muiz al-Ansobda xonning nisbasi Donishmandcha ibn Xundun ibn Turjon ibn Malik ibn O'xtoy sifatida keltirilgan. 17-asr tarixchisi Abulg'ozi Bahodurxonning Shajarai Turk asarida Donishmandchahon O'xtoyning nabirasi Qayduxonning o'g'li bo'lgani yoziladi. Donishmandchahonning ajdodlari masalasida Muiz al-Ansobdagi ma'lumotlar haqiqatga yaqinroq. Negaki, Shajarai Turk muallifi aytganidek, Donishmandchahonning Qayduxonning o'g'li bo'lganida edi. U 1270-1300-yillar tarixiy voqealarda ishtirok etgan va manbalarda eslatilgan bo'lar edi. Shuningdek, 14-asr boshlaridagi tarixiy voqealar shuni ko'rsatadiki, Kebek Qaydunning barcha o'g'illarini mintaqadan quvib yuboradi yoki o'ldirib yuboradi. Nizomiddin Shomiy, Sharofiddin Ali Yazdi, Mirzo Ulug'bek, Muiniddin Natanzi kabi muarrixlarning asarlarida Qozon Temurdan keyingi xon 2 yil huquqsiz xon sifatida hokimiyatda bo'lib, keyin Amir Qazog'on farmoni bilan qatl etilgani ta'kidlanadi. Undan keyingi huquqsiz xonning ismini Nizomiddin Shomiy Bayonquli Surg'ati o'g'li, Sharafiddin Ali Yazdi Bayonqulixon ibn Sug'da o'g'lon ibn Duvaxon, Mirzo Ulug'bek esa Bayonqulixon ibn Sarag'at o'g'il shaklida keltiradi. Bayonqulixonning shajarasi ayrim harflar o'zgarishi e'tiborga olinmasa, barcha manbalarda bir xil aks etgan. Bayonqulixon nisbatan ko'proq muddat huquqsiz xon sifatida boshqaruvda qolgan xon bo'lib, uning hukmronligi davrida mintaqada bir qancha xonning nomi bilan bog'liq Buxoroda masjid va madrasalar quriladi. Bayonqulixon tabiatan yumshoq fe'lli, Amir Qazog'onning barcha buyruqlariga so'zsiz itoat qiluvchi shaxs edi. Ammo Amir Qazog'on vafotidan keyin amirlik hokimiyatini qo'lga olgan uning o'g'li Abdulloh qisqa fursatdan keyin Bayonqulixonni qatl etadi. Mirzo Ulug'bek uning qatl etilishiga Amir Abdulloh Bayonqulixonning xotiniga oshiq bo'lib qolganini sabab sifatida ko'rsatadi. Shuning uchun Amir Abdulloh Bayonqulixonni o'ldirib, uning xotiniga uylanadi. Bayonqulixondan keyingi huquqsiz xon Temuriylar davri barcha forsiy manbalarda yakdillik bilan Temurshoh ibn Yesun, Temurxon ibn Abukan ibn Duvoxon bo'lgani ta'kidlanadi. Ammo tarixiy manbalarda nomi qayd etilgan huquqsiz xonlarning aksariyatining hukmronlik davri to'g'risida hech qanday aniq ma'lumotlar aks etmagan. Huquqsiz xonlarning hukmronlik yillari to'g'risidagi qaydlarni numizmatik ma'lumotlardan olish mumkin. Shunga ko'ra, Donishmandchahon 1346-1348-yillarda, Bayonqulixon 1348-1358-yillarda Chig'atoy ulusining huquqsiz xonlari sifatida faoliyat yuritishgan. Bayonqulixondan keyingi huquqsiz xon Temurshoh hukmronligi davri aks etgan aniq numizmatik ma'lumotlar hozirgacha topilmagan. Bu holat Movarounnahr hududiga sharqiy Chig'atoy ulusidan Tug'luq Temurxonning kirib kelishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Negaki, Bayonqulixon qatl etilgandan so'ng mamlakatda qabila boshliqlari va noiblar orasida Amir Abdulloh hukmronligiga qarshi ochiq harakatlar amalga oshira boshlanadi. Amir Abdulloh yon atrofdagi bek va amirlarni tinchlantirish maqsadida Chig'atoy naslidan bo'lgan huquqsiz xon Temurshohni ulusga xon qilib ko'taradi. Ammo Movarounnahrda amirlar orasida siyosiy boshboshdoqliklar avj olgani sababli Temurshohning nomidan tanga pullar zarb qilinmaydi. Temurshohni xon qilib ko'tarish ham mavjud vaziyatni yumshatmagach, Amir Abdulloh hokimiyatni tashlab qochishga majbur bo'ladi. Natijada Movarounnahr hududida siyosiy tarqoqlik avj olib, o'nlarcha bek va amirlar o'zlarini hokimi mutlaq sanay boshlashadi.
Movarounnahdagi siyosiy vaziyatni Sharqiy Chig'atoy ulusidan, Mo'g'ulistondan kuzatib turgan To'g'luq Temurxon fursatdan foydalanib G'arbiy Chig'atoy ulusiga, Movarounnahrga qo'shin tortadi. To'g'luq Temur va uning o'g'li Ilyosxo'janing qisqa hukmronligidan keyin ham Movarounnahr hokimiyatiga yana huquqsiz xonlar hukmronligi qaytadi. Xususan, Amir Abdullohdan keyin Movarounnahrda hokimiyatni qo'lga olgan Amir Qazog'onning nabirasi Amir Husayn Movarounnahrda unga muxolifatda bo'lgan siyosiy kuchlarga qarshi g'oyaviy asos sifatida keyingi huquqsiz xonlarni taxtga ko'taradi. Shunga ko'ra, avval ulusning 28-xoni Qobulshoh ibn Ruji ibn Igjuldoy ibn Dovuxon, keyingi 29-xon Odil Sulton ibn Muhammad ibn Po'lat o'g'li ibn Kunjakxon ibn Duoxon birin-ketin hokimiyatga kelishadi. Amir Temur ham huquqsiz xonlarni siyosiy hokimiyatga ko'tarib, ularning nomidan davlatni idora qilish an'anasini davom ettiradi. U 1370-yil aprelida Amir Husayn ustidan g'alaba qozongach, ulug' amir sifatida hokimiyatga kelishdan bir oy avval bo'lajak hokimiyatini qonuniy asoslash maqsadida Chingizxon naslidan yana bir huquqsiz xon, Suyurg'atmishxonni xonlikka ko'taradi. U Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnomasi muqaddimasida 30-Chig'atoy xoni sifatida zikr etilib, shajarasi O'qtoy xonadoniga borib taqalishi aytiladi. Amir Temur hukmronligi davrida ikki Chingiziy xonzodani taxtga ko'targan bo'lsa-da, u doimo Chingizxon avlodlariga alohida ehtirom bilan munosabatda bo'lgan. Huquqsiz xonlar boshqaruvi davrida chiqarilgan farmon va boshqa huquqiy hujjatlarda ular nomidan bosilgan tanga pullarda xonlarning nomi hurmat bilan yozilgan. Suyurg'atmishxon hukmronligi davrida Amir Temurning deyarli barcha harbiy yurishlarida ishtirok etgani va sohibqironga sidqidildan xizmat qilgani tarixiy manbalarda ko'p marta ta'kidlanadi. Ulug' amir va xonning munosabatlari haqidagi ma'lumotlarga ko'ra, Amir Temur harbiy yoki saroy qurultoylarida Suyurg'atmishxonga doimo hurmat bilan munosabatda bo'lgan. Suyurg'atmishxon 18 yillik hukmronligidan so'ng 1388-yilda kasallikdan vafot etadi. Amir Temur Suyurg'atmishxonning vafotidan keyin o'rniga uning o'g'li Sulton Mahmudni xonlikka ko'taradi. Shuningdek, marhum xonga bo'lgan hurmatidan 3 yil mobaynida Suyurg'atmishxon nomini xutbada qo'shib o'qitishni, nomini tanga pullarda yozib zarb etishni davom ettiradi. Sulton Mahmud navbatdagi huquqsiz xon edi. Amir Temur bu ikki xon nomidan ham tanga pullar zarb qildirgan. Shuningdek, Amir Temur Sulton Mahmudni o'z nabira qizlaridan biriga uylantirib, xonni o'ziga kuyov qilib ham oladi. O'z navbatida Suyurg'atmishxonning qizini o'g'li Mironshohga nikohlab, huquqsiz xonlar bilan munosabatlarni qarindoshlik aloqalari bilan mustahkamlaydi. Sulton Mahmud ham hukmronligi davrida Amir Temurning o'nlab harbiy yurishlarida faol ishtirok etadi. Jumladan, xonning 1402-yilgi Anqara jangidagi muvaffaqiyatli ishtiroki va Usmoniylar sultoni Boyazid Yildirimni asir olishi Amir Temur tomonidan yuksak e'tirofiga sazovor bo'ladi. Ammo mazkur jangdan ko'p o'tmay Sulton Mahmud Samarqandga qaytmasdan kasallik tufayli vafot etadi. Amir Temur Sulton Mahmudga ham yuksak ehtirom ko'rsatib, vafotidan keyin 1 yil mobaynida nomini xutbalarda qo'shib o'qitishni davom ettiradi. Amir Temur hayotligi davrida boshqa Chingiziy xonzodalarni huquqsiz xonlikka ko'tarmaydi, ammo uning vafotidan keyin uzoq yillar mobaynida Temuriy hukmdorlar ham bu an'anani davom ettirishmaydi. Amir Temur boshlab bergan an'anani nabirasi Mirzo Ulug'bek davom ettirib, qisqa bir muddatga Chingiziylar naslidan Sodiqxon ismli xonni huquqsiz xonlikka ko'taradi. Shuningdek, huquqsiz xonlar an'anasi Mirzo Ulug'bekning o'g'li Abdullatif Mirzo tomonidan ham davom ettirilgan. Abdullatif Mirzo otasi Mirzo Ulug'bek ustidan g'alaba qozongach, uni qatl etish haqidagi farmonga qisqa muddatda boshqaruvga ko'tarilgan huquqsiz xon orqali yechim topadi. Temuriy hukmdorlar orasida yana bir qancha shahzodalar turli maqsadlarini qonunlashtirish uchun qisqa muddatlarda huquqsiz xonlarni taxtga chiqarishadi.
Amir Temur va Temuriylar boshqa amirlardan farqli ravishda Chig'atoy xonzodalarini emas, O'qtoy xonadoni vakillarini xonlikka ko'targanlar. Movarounnahr bilan aloqasi bo'lmagan va ajdodlari hech qachon taxtga egalik qilmagan bunday tipdagi shahzodalar o'z xo'jayiniga xiyonat qilmaydigan va boshqa amirlarga suyana olmaydigan xon sifatida eng yaxshi nomzod bo'lgani uchun Chig'atoy shahzodalaridan boshqa Chingizli shahzodalarini nominal boshqaruvga ko'tarish siyosiy to'lg'ama edi deb hisoblash mumkin. Shu tariqa huquqsiz xonlarni taxtga ko'tarish an'anasi Temuriy Abu Said Mirzo 1250-1269 yillar hokimiyati yakunlangunga qadar davom etgan. Huquqsiz xonlarni taxtga ko'tarish an'anasi Temuriylar davlati inqiroziga uchragach, tashkil topgan keyingi sulolalar davrida ham davom ettiriladi. Jumladan, Ashtarxoniylar sulolasining so'nggi vakili Abul Fayzxon 1711-1747 yillar o'ldirilgandan keyin Mang'it amiri Muhammad Rahimbiy bir necha huquqsiz xonlarni taxtga ko'tarib, amalda o'zi davlatni idora qiladi. Bu an'ana Xorazm davlatida, ya'ni Xiva xonligida ham davom ettirilib, Qo'ng'irot qabilasidan bo'lgan Muhammad Amin Inoq arab shohiylaridan bo'lgan sulola vakillarini huquqsiz xonlikka ko'taradi va ular nomidan davlatni boshqaradi. Muhammad Amin Inoqning nabirasi Eltuzar Inoq 1804-yilda Abulg'oziy 5 ismli so'nggi huquqsiz xonni haydab yuborib, o'zini xon deb e'lon qiladi va shu tariqa Xorazm davlatida Chingiziylarning nominal boshqaruviga ham yakun yasaladi. Xulosa qilib aytganda, Chig'atoy ulusining parchalanishi bilan yuzaga kelgan huquqsiz xonlar tizimi dastlab Amir Qazog'on va avlodlari tomonidan boshlab berilgan bo'lsa, keyinchalik Amir Temur va Temuriylar davlati tomonidan davom ettirilgan. Temuriylar davlati o'rniga tashkil topgan Buxoro va Xorazm xonliklari boshqaruvida ham ma'lum yillarda huquqsiz xonlar tizimidan foydalanilgan. Huquqsiz xonlar 14-15 asrlarda Markaziy Osiyo va Dashti Qipchoqda Mo'g'ul siyosiy tizimining mutlaqo yangi bosqichiga o'tishini ta'minlaydi. Markaziy Osiyo boshqaruvida Chingiziylar monopoliyasining yo'qolishi milliy turkiy davlatlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Shu ma'noda Amir Qazog'on, Amir Temur, Muhammad Amin Inoq, Muhammad Rahimbiy Otaliq kabi shaxslar nafaqat huquqsiz xonlarni hokimiyatga ko'tarishdi, shuningdek, aksariyati keyinchalik Markaziy Osiyo xalqlari davlatchiligida muhim o'rin tutuvchi davlatlarning asoschilariga ham aylanishdi. Ushbu maqolani Alfraganus universiteti dotsenti, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Sevinch Ulasheva tayyorladi. Ushbu maqola Oyna.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Videolarimizga like bosing. Videolarimiz havolalarini olib, o'zingizni ijtimoiy tarmoqdagi har xil guruhlaringizga, do'stlaringizga tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.